Bugun bizda juda mazali, to'yimli va oson tayyorlanadigan taom go'shtli ruletchalar tayyorlaymiz. Like va podpiska bosishni unutmang. Kerakli masalliqlar: 600 gramm farsh, 1 dona piyoz, sarimsoq piyoz, sevimli ziravorlar, tuz, murch va piyoz, suv. Xamir uchun 300 gramm un, 1 dona tuxum, 150 ml suv va tuz. Xamirimiz tayyor bo'lgach, uni dumaloq shaklda yoyib olamiz. Yoyib bo'lgach, ustidan ozgincha yog' suramiz, so'ngra uchburchak shaklda kesib chiqamiz. So'ngra masalliqlarimizni solib, o'rab chiqamiz. Qaylasi uchun kerakli bo'ladigan masalliqlarimiz: piyoz, sabzi, bulg'ori qalampir, 1 osh qoshiq tomat pastasi, 3 dona kartoshka va sarimsoq piyoz solib yaxshilab qovurib olamiz. Uni ustidan suv quyamiz va tabga ko'ra ziravorlar solib qaynab chiqquncha kutamiz va go'shtli ruletchalarimizni terib chiqamiz. Go'shtli ruletimizni 25 daqiqaga dimlab pishirib olamiz. Voila, ovqatimiz tayyor. Tez va oson pishadigan go'shtli ruletimiz. Mazali.